demak, yaltiratadi, oqartiradi, tortadi yuzni, poralarni tortadi, yuzga namlik beradi, svejest beradi yuzga. Bugun sizlarga zo'r maska o'rgataman, kollagenli maska o'rgataman. Buning uchun bizga kollagen kerak bo'ladi. Hammani mana shu joyida, по-моему, bor. Mana bu kollagen, menda shu kollagen, bilasizlar, ko'p olganman bundan. O'sha paytda juda ham maqtalgan, reklama qilingani uchun kollagenni yomon demayman. Kollagen zo'r, gap yo'q, faqat buni ichish qiyinroq, hidi bor. Bir qoshiq, mana o'zini dozировка, har bitta kollagenda dozировка beradigan qoshig'i bor. Bu где-то 30 gram. Demak, bizda glinadan kollagen solganinglarni yarmicha solib olasizlar. Dozировка qoshiqda yarim bo'lishi kerak glina. Uni ham solamiz. Обязательно mana ayvik, bilasizlar, endi ayvikni agar mana bunaqa idishtaligini topsanglar yana ham yaxshi, solishinglar oson bo'ladi. Lekin ko'p joyda bilasizlar, kapsulada bu. Mana shu idishga 5 ta kapsula solish kerak. 5 ta. 5 ta dona solib olamiz. Bunga glitserin solamiz. Men примерно solaman, chunki o'sha ko'zim o'rganib ketgan. Va bunga qizlar qaynab sovigan suv обязательно solish kerak. Maskamiz tayyor. Endi yuzimizni tozalab, artib, yuvib, keyin maskani suramiz. Yuvilmagan kir yuzga maska surilmaydi qizlar. Ketdik, endi hammomda buni suramiz. Har qanday maskani qizlar toza yuzga surish kerak. Yuzimni nimada tozaladim, nimalar ishlatganimni keyingi postlarimda обязательно ko'rsataman. Yuzga tekis qilib bir tekisda hamma joyga surib olamiz, hattoki labimizga ham suramiz va bo'yinlarimizga suramiz. 15 daqiqaga maskani qoldiramiz, gapirmaymiz. Bu orada relaks qilib, maza qilib kitob o'qib dam olish kerak. Ish qilish kerak emas qizlar, chunki maska asablari tinch holatda turgan ayolda zo'r natija beradi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin natijani. Qizlarjonlar, tugatdim. Cho'milib chiqdim, chunki bu maskani artish juda ham qiyin. Обязательно buning uchun cho'milish kerak. Kiyiminglar menga o'xshab oppoq kiyimlarda qilmanglar bu maskalarni, chunki hamma yog'inglar maska bo'lib qoladi. Demak, maskalarni tugatdim. Endi yuzim qanaqa tortib turganini hozir tasavvur ham qila olmaysizlar, ham gapirish qiyin bo'lyapti. Dahshat yo'q. Maskani yuvib bo'lganinglardan keyin обязательно mana shu bipantenni surishinglar shart. Bipanteninglar bo'lmasa, bu maskani qilib o'tirmanglar. Men o'zim tayyorlaydigan mazim bor, bilasizlar, o'sha mazni mana shunaqa idishga solib qo'yganman, katta idishga. Sehrli maz bu. Endi agar bu bo'lsa, buni suringlar, bu bo'lmasa bipanten. Lekin bu maz bo'lsa, bilmadim. Вообще hamma narsaga zo'r bu narsa. Qo'rqmasdan eng allergichni yuzlar ham bu maskalarni qilsanglar bo'ladi o'shanda bu maz bilan. Sevaman bu mazni. Mana o'zimni tayyorlaydigan mazim 7 xil mazdan tayyorlayman va hozir shuni surib olaman.